Shuncha odam Omonxonni mashinasini prank qilishni so'radi. Men sizlar uchun luboy xohlagan kontentni qilaman. Sizlar faqat kommentariy yozinglar va kontent kutinglar. Bu prank uchun 3 kun tayyorgarlik ko'rganman. Vaqtida 1000 ta stiker yopishtirib, Omonxonni reaksiyasini ko'ramiz. Shuncha mehnat uchun 85,000 obunachini urib beringlar, po-bratski. Hammasi oldin do'stlar, biz hozir bu 2 kilometrdan oldidamiz, chunki biz hozir konstovar kerak. Biz hozir konstovarni topdik. Biz vaqt yetkazib o'tiramiz, chunki Omonxon chiqib qolsa hozir hamma prankimiz o'xshamaydi. Поэтому biz reski narsani olamizda ketdi. To'rtta pushti, potom ikkita oranjoviy, olovrang, yashil. Let's go. Yoz Sardor qatta desanglar, u mashinani qidiryapti. Lekin parkovkada yurib, o'z ekspertsentrda mashinani topmoqchimiz. Qani bo'lsam do'stlar, biz hozir Sardor bilan ko'rishdik. Короче, biz bitta festivalga keldik. Omonxon shu yerda edilar, chunki kanalda ko'rdik biz uni. И shu yerga kelsak, уже bu yerda emas ekanlar. Уже hozir biz Maqsud bilan gaplashdik. Maqsud hozir Omon aka uyida edi, montajda u aytdiki, to'shda Omon aka aytgan ekan, biz kiyim qilishimiz kerak edi, dedik-a. Boya biz Oybek aka bilsanglar, bozorchi bola bor. Ular kanaliga video tashlashdi. Biz City Mallda hozir kiyim ko'ramiz, bu narsa nimadir tashlashdi. Menimcha hozir ular 100 talik City Mallga ketishdi. Biz hozir nima qilmoqchimiz? Biz hozir Oybekga telefon qilib, planni so'ramoqchimiz. Agar planni qayergadir ketish bo'lsa, to bilmayman. Короче, hozir telefon qilamiz Oybek akaga. Даже men emas, Sardor emas, чтобы talpinmaslik uchun operatorimiz. Eshitib biz hozir Telegramda ularga polностью tushuntirib yozganmiz Oybek akaga. No, hozir Telegramga qaramayaptilar. O'shaning uchun boshqa nomerdan telefon qilib turib, Telegramga ishlab qaravering deb telefon qilamdi. Alo, Oybek akaga tushdimmi? To'g'rimi? Telegramga qarab olasizmi aka? Yo'q, rahmat. Jo'q, Telegramga qarab oladilar. Let's go. Shu o'xshaydi. Shotda. Nastroy bormi? Da, cho'tki, prям cho'tki. Lekin bari Omonxonning hech kim hali prank qilmaganda, faqat hech kim. Короче, bizlarni сообщениemiz eshitdim hamda bo'lgan. Oybek aka, mana shu сообщениeni Omonxon ko'rmasin. Men Baburaylo biz video olamiz, Omonxonning mashinasi kelib, prank qilamiz. Omonxon siz bilanmi? Agar iloji bo'lsa Omonxondan uzoqlashib, telefon qiling menga. Endi bir xudo aytsin. Allo Oybek aka, assalomu alaykum, men Baburaylo. Qarang, biz короче, mana bunaqa video olamiz. Mashinani apklika qilmoqchimiz. Mashina turadi. Siz Omonxonni qayergadir olib ketasiz. Siz shu payt где-то 20-25 minut ichida mashinani oldiga borib, такой stikerlar bor, bumajniy stiker. Shularni kley полностью mashinaga yopishtiramiz. Потом Omonxon keladi, reaksiya beradi, bo'ldi, video tugaydi. Потом 20 minut ichida hammasini olib tashlaymiz. Такой juda tez narsa. Bo'ldi. Hozir Oybek aka telefon qildilar. Aytdilar, to что urgan ekan mashinani. Uydan olib chiqqanda. Men даже bilmadim. Короче, краска sepilgan ekan hozir. Narsa ustiga yopishtirsa bo'ladimi yo'qmi? Shuni bilib biz aytib qo'yadi. Nutqi o'sha joyiga yopishmasak bo'ladi, to'g'ri? Da, uni ham bilib beraman dedilar. Nu ko'ramiz. O'xshasa, blin, ideal просто. Bo'ladi. Hozir biz, короче, lokatsiya tashlab beryaptilar. Oybek aka hal qilyaptilar. Lekin men aytdim, to что sababi deb. Настроенияsi yaxshi emas ekan. No, dayt ko'taramiz. O'sha kelsa ham buni biling. Ладно, короче, risk. Nima bo'lsa bo'ldi, короче, qaytmaymiz. Da. Agar misol uchun mana shu prank yoqmagan bo'lsa, to uzr deb qo'yamiz. Uzr dunyo. Ладно. Biz esa taksi chaqiramiz, ikki etamiz rez. Qani bo'lsam do'stlar, biz tashlaymiz lokatsiya prям yonimizda ekan. Peshkom keldi, to'xtatib. Biz hozir parkovkadamiz. Mashinani topamiz deb bosamiz. Let's go. Bizda 1 soatdan kam bor, chunki mana shu taylan berib turib, mashinaning oldiga kelib qolsalar, prankdan oldin. Это будет minus aura. Qani bo'lsam do'stlar, mana mashina 666 CGA. Hozir boshimiz qo'yishdi. Brat, siz yordamingiz kerak. Chilovimiz hozir reski 10-20 minutlar ichida yopishtirib tashlaymiz. Qani bo'lsam do'stlar, birinchisini yopishtiramiz. Omad, iltimos. Omonxon jahli chiqmasin. Umiddaman. 1, 2, 3, let's go. Tanidingmi? Kim? Ha, серьезно? Buni tanidingmi? Kim? Kimman? Mani ismim. Biz hozir наконец-то 30 minut ketkazib, men Abu operator va Sardor mashinani yopishtirdik narsalar bilan nechta ketdi? Do'stlar, 1000 nakleyka. Hozir rezultat ko'rasizlar. 1, 2, 3.
1000 ta ketmagan ekan. 999 ta. Mana bu bittasi tushib qoldi. Okey. Все. Endi 1000 ta bo'ldi. Короче, do'stlar, to'g'ri aytsam, men fikrim bo'yicha bilinmabchi komba. O'zbekistonda bunaqa prank ko'rmaganman. Menga juda yoqdi, mashinasi kichuvdi. Do'stlar, o'zlaringiz hammasini ko'ryapsiz. Kontent juda ko'p chiqyapti va kачествоsi ham baland chiqyapti. Montaj hammasi, syomka, оборудование va do'stlar, hozir menda 86700 obunachi. 100 mingga juda kam qoldi. O'zlaringiz ko'ryapsiz. Iltimos, по-bratски bitta knopkani bossanglar, to 100 mingga yaqinlashamiz va kumush knopkasi keladi YouTube'dan. Meni qo'llab-quvvatlab tursanglar, kontentni kачествоsi yaxshilashadi va u ko'proq chiqadi. Ana endi biza bozorchi Oybek akamga telefon qilib, Omonxonni olib kelishni so'radik. Omonxonning reaksiyasi qalay bo'ladi ekan? Hozir buni ko'ramiz. Do'stlar, Omonxon keldi. O'tmamda turibdilar. Hamshta turibdilar. Chiqamizmi yo'qmi? Yo'q, dodi. Okey, elektr keling. Boshqa nima qilishdi bular? Biz sodiq. Qaysidir prank bo'ldi. Chiqomi? Yo'q. Tayyormisan? Go. Mana shu joyda do'stlar obuna bo'lish va like boshqa esimdan chiqmasin. Kommentariyda babura bo'lgan. Ketdim. Brat. Do'stlar, menga Omonxon kanal ko'rib desanglar, olinglar, oling boshlasin. Brat, Brat, mana qachon qalay chiqqanini edi bering. Brat, lekin mana shunaqa rasmga olib qo'ying. Rasmga olib qo'yinglar. Endi bu prankmidi bu? Это prank, do'stlar. Это prank. Yo'q, bu menga sovg'a bu. Ne, atak real obro'yini qilmadik, chunki haydaysizmi deb cho'qni javob qilmadik, tushundingizmi? Lekin haydasalar, to'g'ri tutadi, navrda, to'g'rimi? Fikr qanaqa bo'ldi sizda? Ko'rgandim. Birinchi ko'rdim. Men boshda qaradim, men boshdan yo'q qaradim. Keyin qarasam meniki. Ammo ketadi ish qilib. Brat, bu biza qilmadik buni. Ya, buni hozir sanaqa kraskasi bu, kraskasi hammasi ketadi. Bilay. Вот, mana ishdan qolyapti. Endi shunga nechta tarqalib ko'rdingizmi? Nechi kun? Brat, если что, Ulug'bek ham yozdi bizni. Короче, Ulug'bek shu yoztiradi menga, mashinani olib beraman, nimadan. Aka, rahmat kelibdimi menga? Brat, lekin sizga katta rahmat yordamingiz uchun. Такойsi bo'ldi. Короче, вообще ko'p vaqt tayyorgarlik ko'rdim. Hayajon ko'p bo'ldi. Chunki bitta narsa neto bo'lsa bo'ldi deb prank ishlamaydi, o'xshamaydi deb o'yladim. Mana shunaqa, brat. Juda so'radim sizlar, ana pravaga boryapsizmi, nima qildingiz? Juda quvnoq prank bo'ldi. Men to'g'risi kutmagandim. Biz olib. To'g'risi kutmagandim. Ne, realno. Qancha vaqt ketdi? Yarim soat. Yarim soatmi? Vay! 4 soat. Ay! Ah, qo'lim. Obunalar qanchada yurib chiqaman bo'ysizlar? Qanchada yurib chiqasiz? Yurib chiqaman deymiz. Brat, 10 minut birga qilganimizda 10 minut bo'ladi. Nima shunaqa? Ладно, do'stlar, mana shunaqa prank bo'ldi. Oxirgi fikringizni aytib ketasizmi yo'qmi? 30 ming like men Bobrilovning mashinasini yoki mashinasini o'zing yo'q qora. Voy, billah. Короче, do'stlar, men bitta sizga yoqadigan video va men bitta oxirgi video chiqdi. O'tib, keyingi videolarimni ko'rishingiz chiqmasin va obuna bo'linglar. 75 ming bo'lishimiz kerak bizlar. Asosan